TikTokda monetizatsiyasi bor akkaunt ochishdi. Bu 3-videosi bo'ladi. Ya'ni pul topadigan akkaunt Fransiyanikini ochayotgandik. Ikkita video qo'ydim. Bu 3-video bo'ladi. Yana ko'rsataman. Yaxshilab tushunib olinglar. Bu oxirgisi. Bundan keyin boshqa bunaqa video chiqarmayman. Bilmaganlarga yordam beraman, WhatsApp orqali yordam beryapman. Qaranglar. Bu bekarga jonli tekinga o'rgatyapman. Bu yerda men pulinglarni olib mashinalik qilib bir narsa nima qilmayapman, olmayapman ya'ni sizlardan. Shunday video orqali o'rgatib qo'yapman. Android telefonda olamiz. Bu udobniy varianti. Tezroq ochiladi. Buni iPhone'ga ko'chirib olsanglar bo'ladi. Android olamiz. Android papkasi bo'ladi shunaqa. Buni hamma biladi. Kirganinglar mana bu pochta bor. Mana Gmail pochta. Buni ichiga kirganinglarda bu tepani bossanglar burchaydi mana bu yerda. Shu yerga добавить akkaunt qilsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerga добавить akkauntni bosganinglarda mana birinchisini bosasizlar, Google chiqadi. Ketdi. Shu Google orqali yangi akkaunt ochamiz. Bu yerda sozdать qilasizlar. Mana pastda sozdать. Birinchisini bosganinglardan keyin menga atinglarni, misol yilinglarni, mana atinglarni yozinglar. Ketdi. Bu yerga yilinglarni. Undan keyin pochtani tanla deydi. Bitta pochtani tanlab, parol qo'yasizlar. Parol esdan chiqmasin. Uni ochib bo'lganinglardan keyin oxiriga davr. Mana shu yerga qo'shilib qoladi. Shu yerga qo'shilib qoladi. Endi bu qo'shilib qolgandan keyin TikTokka kiramiz. Yaxshi tushunamiz, shashmasdan TikTokka kiramiz. TikTok ochildi, masalan. Endi buni profilni bosamiz. Profilni bosganinglarda mana suratinglarning ustida bu yerda shunaqa joyi bor. Добавить akkaunt degan joyi bor. Undan keyin registratsiya degan joyi bo'ladi. Registratsiyani bosdik. Bosganinglarda mana e'tibor beramiz. Shu yerda Kirgiziya, O'zbekiston, Rossiya shunga o'xshash narsa chiqib qoladi. Ili bo'lmasa Kiji, Uz yoki bo'lmasa Ru degan narsalar chiqib qoladi. Buni biz shuni ustiga bosib shu yerdan poyezddan Fransiyani topamiz. Fransiyani topamiz. Mana Fransiya chiqdi. Fransiyani ustiga bosganinglardan keyin shu yer o'zgaradi mana. Fransiya bo'lib qoldi. Fransiya bo'lgandan keyin undan keyin mana продолжить Google degan bor. Shunday bosamiz ustiga. Bu yerda ochgan akkauntinglar chiqadi. Yangi ochgan, eskiga qo'ymanglar. Yangi akkaunt ochganinglar chiqadi. O'shining ustiga bosasizlar. Bosganinglardan keyin TikTok ochildi, настройкасы chiqadi. Tug'ilgan kun, yil, oylaringlarni qo'yib, имя пользователь deydi, uni qo'yasizlar. Настройка qilib bo'lgandan keyin qanday tekshirasizlar? Profilga kirasizlar. 3 ta polosani bosasizlar. Настройканы bossanglar. Birinchisida akkaunt. Akkauntni bossanglar. Uni ham birinchisida mana akkaunt degan bor, mana Fransiya deb chiqadi. Bo'ldi, ishladi. Endi 10 mingta подписчик to'plash kerak. Videolarni, qiziqarli videolar, birovlardan ko'chirmasdan o'zingizlar sozdать qilib, Telegram botlarga kirsanglar, shunaqa videolar bo'ladi. Status uchun, ya'ni Instagramga deb o'zlari qo'yib beradi. Kачествоsi zo'r videolarni qo'yib, загрузка qilib, просмотр to'plasanglar, просмотрning orqasidan подписчик keladi. Просмотрning orqasidan videolar zo'r, qiziqarli bo'lsa, keyin подписчик keladi-da, qayerdan to'playmiz deganlar uchun. Undan keyin 10 mingta подписчик bo'lgandan keyin bir oyda 100 ming просмотр bo'lish kerak boshida. Keyingisi 1 minutdan o'tgan videolarni qo'yib, undan keyin, ya'ni 10 mingta подписчикdan keyin 1 minutdan o'tgan videolarni qo'yib, TikTokdan pul topsanglar bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Ya'ni 100 mingta просмотр qanday qilamiz deyapsizlar. Misol 10 ta video qo'yinglar, 1000 tadan просмотр bo'lsa, qancha bo'ladi? 10 ming просмотр misol. Demak, 100 ta qo'ysangiz, 100 ming просмотр bor. Yo'q emasda. Chiqadi. Misol bitta videolar 1000 ta просмотр olsin, u umumiy, ya'ni bitta video emas, umumiy olish kerak bo'ladi. 100 ming просмотр. Misol men bitta videoyim, men o'zim ham yangi ochganman, men o'zim shuni ustida ishlayapman. Bitta videoyim 400 mingdan oshiq просмотр bo'ldi, masalan. O'zim u etapdan o'tib ketdim. Qolgan videolar 10 ming, 150 ming, 5 ming, 2 ming har xil bo'lyapti. Ya'ni qiziqtirish kerak bo'lyapti-da odamlarni. Shunaqa qilib ishlasanglar bo'ladi. Bu tekinga o'rgatilayotgan narsa, pul yetish masalasida ham qashlik ochib beradigan odam bor. Uni ham sizlarga tanishtirib qo'yaman keyin. Video qilaman, pul yetganlarimiz xudo xolisa. Shuni ustida ishlayapmiz. Bu oxirgi video.
Agar tushungan bo'lsanglar o'zinglar ocha olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa WhatsAppga yozsanglar yordam beraman.